Hozirgi kunda 25-dekabrga qadar yangi yil chegirmasini qilganmiz. Gibridni 20 kilovatlik invertor 16 kilovatlik akkumulyatori bilan birga qo'yib beramiz. Ushbu aksiyamiz faqat bizga mijoz bo'lgan obunachilarimizga nisbatan qo'llaniladi. Shuni YouTube kanaliga obuna bo'lish kerak. Albatta YouTube kanalimizga obuna bo'lish kerak. Obuna bo'linglar hamda bizni kuzatib boringlar. Yangiliklarni shu kanallarda qo'yib boramiz. Assalomu alaykum. Solar Pro kompaniyasining doimiy ashatli kuzatuvchilari. Mana bugun Oybekjon akamiz bilan ham navbatdagi Farg'ona shahrida joylashgan obyektimizga tashrif buyurdik. Oybekjon aka, ushbu obyekt haqida batafsil ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar, obunachilar. Bugun biz Farg'ona shahrida sentrda biz bir xonadonimizga 20 kilovatlik lonji panellarni qo'yib beryapmiz. Obunachimiz zakaz qildi, ya'ni alohida individual tarzda zakaz qildi. Lonji panellarini hozir mana ustanovka jarayoni bo'lyapti. Xo'p, 20 kilovatli lonji panelimiz 31 dona ikki taraflamalik lonji panellarimizdan iborat. Quyoshdan samiz gibrid stansiya o'rnatish jarayonida biz to'liqroq obzorini xudo xolasa yana ham to'liqroq ustanovka qilib, bitgandan keyin chiroyli qilib yana ustanovka qo'yib beramiz. Ya'ni bu yerda qiziq narsa bo'ldi. Gibridni 20 kilovatli invertor 16 kilovatlik akkumulyatori bilan birga qo'yib beramiz. Gap yo'q. Oybekjon aka, sira bo'lmasa YouTubedan ko'rib qo'ng'iroq qildi mijozim yoki sarafan market tanishib ishlarmi mijozimiz? Albatta YouTubedan ko'rgan, bizni boshqa raqobatchilarimiz, boshqa korxonalarda ko'rgan, ko'rib tanlab, bizda xulosa oxir qaror qildi, biz bilan bizda qo'yishdi hamda qulay sharoit qilib, avvaliga 10 grid qo'ymoqchi bo'ldi, qo'yib ko'rib, keyin maslahatlashib turib, keyin gibridga o'zgartirdik. Hamda bo'lmasa nimaga gibrid tizimini qo'ydiryapti? Gibrid tizim nisbatan qimmat degansizda, bir gibrid qimmat tushadi, to'g'rimi? Ha, gibrid tizim albatta qimmatroq tushadi. Lekin shunaqa mijozlar shunaqa talab bo'ldiki, keyinchalik ko'proq svet o'chsa mabodo, deylik, gaz yo'q bo'lib qolsa, shunaqa holat bo'lib qolsa, uyimizda doimiy elektr bilan ta'minlash birinchi masala bo'lib qoldi. Birinchi masala elektr bilan ta'minlash. To'g'ri, bu zonalarda svet kam o'chadi, lekin mabodo o'chgan taqdirda bularda muammo bo'lmaydi. Bularda muammo bo'lmaydi. Doim elektr bilan uzluksiz ta'minlanib turiladi. Ikkinchi masala elektr tejaladi. Uchinchi masala ham daromad qiladi. Daromad qiladi. Uch taraflama qulay. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, tushunarli Oybekjon aka, kerak bo'lmasa ushbu panellarimiz, lonji panellari 1 soatda necha kilovat energiya ishlab chiqaradi va gibrid akkumulyatori qanchaga ushlab tura oladi? Shular bo'yicha ham batafsil ma'lumot bersangiz. Xo'p, hozirgi kunda ushbu 20 kilovatli lonji ikki taraflamali Haymo 2 son panellarimiz xo'p 1 soatda o'rtacha 12 kilovat, 14 kilovat shu kunlar chiqarib beradi 1 soatda o'rtacha, ya'ni quyosh tikka kelgan paytlarda. Endi yozda boshqacharoq bo'ladi. 16 soat, 17 soatgacha, 17 kilovatgacha borishi mumkin. Ko'proq daromad qilish mumkin. Xo'p, endi faraz qiling, elektr uzilib qoldi. Elektr uzilib qolgan taqdirda, agar soatiga 1 kilovatdan uyda rasxodi bo'lsa, 16 soat yetadi. Agar xo'jalikda 2 soat 2 kilovatdan rasxodi bo'lsa, 1 soatda. Bunda 8 soatga, ya'ni zaxira yetadi. Kechqurun bilan ta'minlab berib turadi. Bemalol gap bo'lishi mumkin. Demak, bu gibrid tizimi bemalol chekka hududda yashaydigan, istiqomat qiladigan fermerlar, dehqon xo'jaliklari, cho'l zonada yashaydiganlar ham bor-da, hali ham svet o'chadigan hududlarimiz bor ekan. Eng qiziq, elektr energiya bormagan joylar ham bor. O'sha hududlarga ham juda ham mos kelar ekan. Albatta, agar sizda ham shunaqa muammo bo'lib, elektrni birinchi o'rinda uzluksizni ta'minlayman desangiz, elektr xarajatlarini ekonom qilaman desangiz, hamda qo'shimcha daromad qilaman desangiz, bemalol bizga murojaat qilinglar. Biz sizlarga chiroyli, alohida individual tarzda yechim beramiz. Albatta, bitta xodimni individual narsalarga biriktirib beramiz. Buyrug'i bilan biriktirib beramiz. U sizlarga har doim 1 yil davomida monitoring hamda servisga, har doim sizga servis tomonlama yordam berib ko'maklashadi. Xo'p, tushunarli Oybek aka, ko'rib turibmizki, bu yerda hozir juda ham chiroyli holatda naves qildiribsizlar. Pashti nima desam bo'ladi? Butun hovlini egallagan. Mana shu temir bo'ladimiz, naveslar hammasilar ichlarida bo'ladimi, xizmatlarda bo'ladimi, qanaqa bo'ladi? Xo'p, bu kelishuvimizga bog'liq. Kelishuvimiz agar mijoz bilan biz kelishuv qilib turib, navesni ham qilib beradigan bo'lsak, hisob kitobini alohida taqdim qilamiz.
xizmatimiz bor. Lekin hozirgi holatda naveslarini mijozni o'zi qildirdi. Mhm. Biz ustilarga Albatta taklif berdilar, qanaqa holatda bo'lishi taklifni kerak. berdik, qanaqa ustunovka qilinishligini biz Aha. sxemasini berdik, mijoz bilan kelishdik. Mijoz o'zi tayyorladi. Aha. Ana endi ustiga biz o'zimiz quyosh panellari chiroyli qilib o'rnatib Naves beryapmiz. bitgandan keyin o'rnatib beryapsan bog'ni. Endi bu naves qilib o'rnatilishiga har taraflama qulay, ikki taraflama qulay. Masalan. Birinchi tarafi yuvishga oson bo'ladi. Mhm. Bemalol o'zi chiqib yuvsa bo'ladi. Mhm. Ikkinchi yana bir sababi Ham salqin bo'ladi. bo'ladi. Salqin berib turadi. Yozda juda ham issiq paytda Mhm. salqin berib turadi. Yana bitta plyus taraf mening o'zimdan fikrim, menimcha, behuda joyda misol bepul turibdi. Shu bo'sh joydan unumli foydalanib daromad qilayotgan deb o'ylayapman. Albatta eng qizig'ini aytib o'taman, hurmatli obunachilar, muxlislar. 10 yilga yer solig'i bilan mulk solig'idan ozod bo'lasizlar. Bu mijozga ham shu taraflama yordam beramiz. Ha, tomonlar. Xo'p, yana navbatdagi savolim, ko'pchilik kuzatuvchilarimiz savol berishyapti. Quyosh panel qo'ydirgan mijozlarimiz bor ekan, Oybek aka. Quyosh paneli misol uchun ko'plab korxonalardan tashkilotlar qo'yib berishyapti, lekin daromad olishilmayapti ekan. Shaxsan o'zimizda ham bir xodimimiz ancha yil oldin davlat tomonidan buyruq chiqarilganda qo'ydirishgan ekan. Adashmasam 5 kilovat deydi. Hali ishlagani yo'q, telefon qilsak ko'tarmaydi ham shu ustalari ham. Nima desam, asosiy tarmoqqa ulanmagan, pul ham ishlarmaymiz. Shunday turibdi deyapti. Endi bu yerda albatta malakali, tajribasi bor mutaxassislarga murojaat qilish kerak mijozlarimiz. Birinchi o'rinda texnik shart olish kerak. Ya'ni yagona darcha orqali yoki MyGo'dan, OneID'dan o'zidan profildan kirib texnik shart olish kerak. 20 kilovatgacha va undan yuqori 50 kilovatgacha bo'lgan texnik shartlarni olsa, birinchi dastlabki harakati shu bo'ladi. Shu orqali dastlabki ruxsatnoma olinadi. Keyinchalik qolgan masalalarga biz yordam berib, dokument masalasiga, yugur-yugurlarga qolgan narsalarga o'zimiz hal qilib yordam berib, oxiriga yetkazib beramiz. Bo'ldi. Misol fuqaro bo'lsa, soliq o'z ilovasi orqali subsidiyani oladi. Yuridik shaxs bo'lsa, hamma hujjatlarni qilib beramiz, borib elektrosетga, ya'ni shartnoma qilaveradi. Juda ham yaxshi gap yo'q. Demak, Oybek aka, men tushunishim bo'yicha qisqasi sizga telefon qilishadi. Bemalol o'zingiz dokumentatsiyasi, yugur-yugurlariga, misol uchun qisqasi telefoniga o'zi ilovasi, nastroykasi, davlat ro'yxatdan o'tkazish va puli tushunigacha o'zingiz ko'maklashasiz, yordamlashasiz. Va undan keyingi servis tizimi, monitoring tizimini ham yo'lga qo'ygansiz, u tomonlama ham muammo bo'lmaydi. Shunaqami? Yo'q, hozir muammo bo'lmaydi. Sababi biz bitta alohida xodim texnikimizni olib, alohida kompyuter bilan biriktirib, hozir 100 dan ko'p stansiyalarda nazorat turadi. Kunlik ishi monitoring qilish, nazorat qilish, servis ko'rsatishdan iborat. Eski mijozlar bilan doimo aloqada bo'lishadi. Albatta har bitta mijozga bitta xodimimiz o'sha biriktirilib, shu stansiyani samarali ishlashida ko'maklashadi. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Bu ham albatta boshqa bir kompaniyalardan ajralib turadigan unikal taraflardan biri ekan. Shunaqa. Xo'p, bo'lmasa aka, hozir masalan qish kelyapti. Qishda ham daromad to'xtab qoladimi quyosh panelidan yoki qish ichida ham misol uchun quyosh panel daromad keltiradimi o'zi? Ko'pchilik misol uchun qish kelsa bo'ldi, daromad ko'rmaydi. Quyosh panelida foyda yo'q deyshadi. Chunki tumanli havo bo'ladi deyapti. Qanaqa bo'ladi unga? Xo'p, qishda ham mana bu yil qish quyoshli kelyapti, to'g'risi. Yaxshi, chiqarishlari yaxshi. Endi to'g'ri, yomg'irda yoki deylik havo buzuq bo'lgan paytda, qor yog'gan paytida chiqarish generatsiyasi ancha tushib ketadi. Misol 20 kilovatli quyosh panelimiz 20-30% kuchini beradi, xolos. Lekin shundan qaramasdan uyda deylik xarajatlarga yetadi. Bahorda, yozda, kuzda albatta ko'proq chiqaradi, ko'proq generatsiya qiladi. Shu sabab bemalol xarajatlarni ham qoplab, qo'shimcha daromad ham olib keladi. Tushunarli. Endi yana bitta shu o'rinda bitta narsani aytib ketishim kerak. Gibridniy stansiya o'rnatgan mijozlarimiz shuni bilish kerakki, misol on-grid sistema 2,5 yilda o'zini pulini qoplasa, bu gibridniy stansiyalarimiz 4,5 yil, 5 yilga, 4 yil bilan 5 yil orasida bo'ladi. Qoplash yillari uzoqroq bo'ladi. Qoplash muddati uzoqroq bo'ladi, sababi gibridniy stansiyalarda bir 2 xil 3 xil turlari bor. Biz eng originallarini qo'yib beryapmiz. Hali keyinchalik ko'rsatuvda arzonroq versiyalari ham bor. Arzonroq versiyalari ham bor. Sababi endi bularda buzilish ko'p bo'ladi. Shu sababli biz bu mijozimizga rasmiy ravishda 10 yilga kafolat berib, 10 yilga kafolat berib, ya'ni birgalikda akkumulyator ham bitta kompaniyaniki, Solix kompaniyasiniki, invertor ham bitta kompaniyasiniki bo'lganligi sababli 10 yil muddatga kafolat beramiz. Zo'r, gap bo'lishi mumkin emas.
Xo'p, Oybek aka, yana ko'pchilik mijozlarimiz berayotgan savollardan bittasi, quyosh panelida misol uchun erta bahor qo'ydirgan yaxshimi yoki puli bor, hozir qo'ydirsa bo'ladimi hozir qish kunlarida ham? Nima deysiz? Xo'p, mutaxassis sifatida fikrim, agar sizlarda moliyaviy imkoniyatlaringiz bo'lsa, agar mijozlarda moliyaviy imkoniyat bo'lsa, hozir ko'ryapsiz, qish ham deylik quyoshli kundan iborat bo'lyapti. Qor va yomg'ir juda kam. Shu sababli bemalol qo'ydirib, hozirda o'zida foyda ko'rib, elektr xarajatlarini tejashlari mumkin. Shu sababli bemalol qo'ydirsalar ham bo'ladi. Elektr xarajatlarini tejatsalar ham bo'ladi hamda ko'proq qo'ysalar ham agar qo'shimcha daromadga ega bo'lishlari mumkin. Xo'p, juda ham yaxshi aka. Hozir qo'ydiradigan bo'lsa aka, quyosh panellariga, invertorga qanaqa chegirmalar qilib bera olasiz? Aynan kuzatuvchilarimiz batafsil ma'lumot olish uchun qo'ng'iroq qiladigan bo'lsa, qanaqa chegirma bor? Qanaqa aksiyalar bo'lyapti aka? To'g'ri bir nima chiroyli savollar, nimalar beryapsiz mijozlarimiz o'ylab. Hozirgi kunda 25-dekabrga qadar yangi yil chegirmasini qilganmiz. Agar 10 kilovatlik yoki 20 kilovatlik quyosh panel qo'ydirsa, maxsus ekonom pechkalarimiz bor, ya'ni обогревательlarimiz bor. Shulardan bir dona agar 20 kilovat qo'ydiradigan bo'lsa, misol uchun 2 ta dona qo'yib berishimiz mumkin. 2 ta donadan berishimiz mumkin. Agar mijoz 50 kilovatli qo'yadigan bo'lsa, biz bitta to'liq quyosh suv isitgichi bor, 100 litrlik. U ham bemalol quyosh bilan isitadi. Elektrga ya'ni Aristonni o'rnini bosadi. Shu Aristonni o'rnini bosadigan quyosh suv isitgichini, ya'ni 100 litrlik quyosh suv isitgichini eng samaralisini, eng bu ham qimmat garantiyasi bor. Garantiyasi bor, eng top modelini qo'yib beramiz. Zo'r gap bu shunday. Bepulga qo'yib beramiz. Gap, ustanovkasi ham ichida. Ustanovkasi ham ichida. Zo'r gap yo'q. Demak, asosan quyosh panel qo'ydirmoqchi bo'lgan, qish kelyapti yo'q, misol uchun issiqlikdan ham muammo bo'lishi mumkin. Aristonda misol qo'shimcha energiya sarflayapsiz. O'sha sarfingizni ham daromadga aylantirmoqchi bo'lsangiz, pastki raqam aloqa chiqing. Oybek akamiz shaxsan o'zlari, agar vaqtlari bo'lmasa, ulgurmay qolsa, menejerlari shaxsan o'zlari aloqa chiqib, batafsil ma'lumot berishadi va kafolatlangan holatda, sifatli holatda quyosh panelini o'rnatib va daromad olgunizgacha o'zlari yordamda, xizmatda bo'lishadi. Yangiliklarni shu kanallarda qo'yib boramiz. Kim g'olib bo'lsa, kimga o'rnatib berayotgan bo'lsa, shu mijozlarimizga qo'yib o'rnatib, sizlarga shulardan lavha ko'rinishda ma'lumot berib boramiz. Gap yo'q. Shunday ekan, sahifamizni kuzatib boring va shu kabi foydali ma'lumotlar kuzatib borish uchun biz sahifamizga obuna bo'ling. Salomat bo'ling.